kadastr xodimlarimiz hamma mana shu mahalla mustaqillik mahalla nechta ko'chasi bo'lsa mana bizni ko'cha Gulzor 2 ko'chada mana shu joylarda o'zboshimchalik bilan qurilgan joylarda noqonuniy qurilgan uylarni hammasini qayta ro'yxatdan o'tkazib yaxshi ishlarni amalga oshirmoqda. Hammasini sababchisi asosiysi bu xalqimizga yengillik bo'lishi uchun qatlov ishlariga muammolari yo'q. Shu kadastr xodimlariga rahmat, mana shu ishlarni bajarib xalqimizni og'irini yengil qilib sog' salomat bo'lib yursinlar. Bularni ishlariga, kasb-korlarga, ularga baraka berib, yana kellarga bundan ham zo'r ishlarni qilib xalqimizga yaxshi mehnat qilish nasib bo'lsin.